Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz demak Islom tarix nazariyasi studiyasi fani bo'yicha fanning maqsadi, vazifalari, fandagi asosiy tushunchalar haqida demak qisqacha tanishtirib o'tdik. Demak, mavzu bo'yicha 3 rejamiz bor. Demak, birinchisi Islom madaniyat nazariyat fani haqida, ikkinchisi Islom nazariyat fanining maqsadi va vazifalari va uchinchisi fandagi asosiy tushunchalar. Demak, Islomiy madaniyat nazariyasi studiyasi fani nimani o'rganadi, maqsadi nimadan iborat? Islomiy tarix nazariyasi studiyasi fani Islomiy madaniyat, sport hamda insonga ta'sir ko'rsatadigan umumiy biologik qonun-qoidalarni o'rganadi va umumlashtiradi. Demak, bunda asosan 3 ta jihatda ko'rib o'tish mumkin. Birinchisi, demak, Islomiy madaniyat. Bu degani Islomiy tarbiya Islomiy madaniyatning bir qismi bo'lib, Islomiy madaniyat Islomiy tarbiyaga nisbatan kengroq tushuncha. Shuning uchun ham Islomiy madaniyat deb yuritilmoqda. Ikkinchisi, demak, sport. Bilamizki, Islomiy tarbiyaning keyingi bosqichi bu sport hisoblanadi. Shuning uchun ham bu sport ikkinchi ma'noda kelyapti. Va uchinchisi, demak, organizmga ta'sir ko'rsatadigan biologik umumiy qonun-qoidalar. Bu biz uchun nima uchun kerak? Demak, bizning fanimizning obyekti tirik mavjudot, ya'ni inson hisoblanadi. Demak, uning anatomik fiziologik xususiyatlari bilmasdan turib, ularga biror bir mashg'ulot o'tish yoki biror bir mashg'ulot olib borish xato hisoblanadi. Shuning uchun ham demak, fanning eng asosiy maqsadi Islomiy madaniyat, sport hamda insonga ta'sir ko'rsatadigan biologik qonun-qoidalarni o'rganadi va umumlashtiradi. Demak, Islomiy tarbiya dunyodagi eng qadimiy fanlardan biri hisoblanadi, chunki inson yaratishga harakat qiladi. Demak, harakat bu Islomiy tarbiyaning eng asosiy omili hisoblanadi. Bu borada Platon nima degan? Aql tarbiyasi Islomiy tarbiya bilan uyg'un bo'lmasa, mukammal shaxs shakllanmaydi. Bu nima degani? Agar inson sog'lom bo'lmasa, biror ish faoliyati bilan shug'ullanishi ma'lum ma'noda cheklanadi. Aristotel esa Islomiy tarbiyani tarbiya tizimining birinchi bosqichi deb atadi. Sababi inson sog'lom bo'lsa, biror bir ish faoliyati bilan mashg'ul bo'la oladi. Bu borada qator mamlakatlar demak o'zlarining tadqiqotlarini olib borishgan, jumladan Harvard Medical School tadqiqotlariga ko'ra, demak harakat insondagi baxt gormonini 30-50% ga oshirishi demak ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan. Bu nima degani? Bu xotirani yaxshilaydi, o'rganish tezligini oshiradi hamda stressni kamaytiradi. Finlandiya maktablarida darslar orasida 5-10 daqiqalik majburiy harakat tanaffuslar mavjud. Bu ularning diqqatini jamlashga va aqliy faoliyatni rivojlantirishda demak muhim omil hisoblanadi. Islomiy tarbiya nazariyasi studiyasi fani bu insonning jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi, sog'lom turmush tarzi shakllantirishni o'rganadigan pedagogik ilmiy fan hisoblanadi. Demak, bu fanning quyidagilarni qamrab oladi. Birinchisi, ijtimoiy mohiyat va tarixiy rivojlanish. Sababi jismoniy tarbiya bu insonlar qamrab oladi va insonning bevosita salomatligiga ta'sir ko'rsatadi. Va uning hozirgi kunga kelishida, demak, dastlabki ko'rinishidagi tushunchalar, harakatlar muhim omil hisoblanadi. Ikkinchisi, jismoniy mashqlar orqali organizmga ta'sir etish mexanizmlari. Ya'ni inson biror bir mashq qilish orqali organizmning biror bir harakat faoliyatini rivojlantiradi hamda organizmning ma'lum bir holatini o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Islom tarbiya jarayonining pedagogik qonunlari. Bu degani inson biror bir harakat bilan shug'ullanar ekan, demak u harakatning ijobiy bo'lishi ma'lum bir qonuniyatlarga asoslanadi. O'sha qonuniyatlarga asoslangan holda shug'ullansangina biror bir ijobiy natijaga erishish mumkin. Jismoniy tarbiya nazariyasi studiyasi fanining asosiy maqsadi demak jamiyat ehtiyojiga mos, jismonan sog'lom, har tomonlama barkamol, mehnat va sport faoliyatiga tayyor shaxsni tarbiyalashga qaratilgan va u oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi. Sog'liqni mustahkamlash, jismoniy sifatlarni rivojlantirish, harakat madaniyatini shakllantirish va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan. Demak, Islomiy tarbiya fanining asosiy 3 ta vazifasi bor. Demak, bu birinchi vazifasi ta'limiy vazifasi, ikkinchisi tarbiyaviy vazifasi va uchinchisi sog'lomlashtirishga qaratilgan vazifalardan iborat. Fanning amaliy ahamiyati nimadan iborat? Demak, bu fan bilamizki, dastlab bog'chada, keyin maktab, akademik lisey, kasb bilan kollejlarda, oliy ta'lim va ishlab chiqarish jarayonlarida bevosita foydalaniladi. Bog'chada, maktabda bu asosiy harakatga bo'lgan ehtiyoj insonning jismoniy rivojlanishiga qaratilgan bo'lsa, keyinchalik esa oliy ta'limda yoki ishlab chiqarishda bu kasallikni oldini olish va jismoniy rivojlanishga muhim omil hisoblanadi. Demak, endi jismoniy madaniyat nazariyasida qanaqa tushunchalar borligi bir tanishib o'tsak, demak, fanda bir qancha asosiy atamalar bor. Demak, shulardan birinchisi jismoniy tarbiya tushunchasi. Jismoniy tarbiya nima degani?
Demak, jismoniy tarbiya bu pedagogik jarayon bo'lib, insonning morfologik funksional jihatdan takomillashiga, uning hayoti uchun zarur bo'lgan muhim hayotiy ko'nik va malakalarni shakllantirishga qaratilgan jarayonni o'z ichiga oladi. Keyingi tushunchamiz demak jismoniy rivojlanish tushunchasi. Jismoniy rivojlanish tushunchasi bu inson organizmining asta-sekinlik bilan tabiiy sharoitda shakllanishi, tashqi ko'rinishi va harakat faoliyatining o'zgarish jarayonidir. Demak, jismoniy rivojlanishni o'zi 3 ta fazaga bo'lib o'rganiladi. Demak, bu birinchisi uning yuqori darajasi, ikkinchisi stabillashgan o'rta darajasi va uchinchisi demak o'z-o'zidan asta-sekinlik bilan pasayish jarayoni. Keyingi tushunchamiz jismoniy tayyorgarlik tushunchasi. Demak, jismoniy tayyorgarlik tushunchasi erishilgan birlashgan ishchanlikni amaliy harakatdagi ko'nik va malakalarni maqsadli faoliyatda ishlata olish jarayoniga aytiladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik esa demak sog'liqni mustahkamlash, hayotdagi umumiy ish faoliyatiga tayyor bo'lishni anglatadi. Endi sport tayyorgarligi esa ma'lum bir sport turiga xos bo'lgan ma'lum bir jismoniy tayyorgarliklarni bo'lishini nazarda tutadi. Bundan tashqari jismoniy madaniyat harakati va jismoniy kamolot degan tushunchalar ham bor. Endi mavzu bo'yicha qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, demak jismoniy tarbiya nima? Jismoniy tarbiya insonning jismoniy rivojlanishi, sog'lig'ini mustahkamlashga qaratilgan pedagogik jarayon hisoblanadi. Jismoniy mashq harakat faoliyatining maxsus tashkil etilgan shakli bo'lib, organizmga maqsadli ta'sir ko'rsatadi. Keyingisi jismoniy rivojlanish, demak inson organizmining morfologik va funksional jihatdan o'zgarishi. Jismoniy tayyorgarlik shaxsning ma'lum faoliyatga, mehnat, sport, harbiy xizmatga tayyorgarlik darajasi. Va bundan tashqari jismoniy sifatlar degan tushuncha bor. Demak, bu kuch, tezkorlik, chidamkorlik, egiluvchanlik va harakat malakasi va ko'nikmasi bu harakatlarni ongli va avtomatlashgan holatda bajarish qobiliyati. Demak, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti jismoniy tarbiya to'g'risida demak quyidagi o'zining tushunchalarini berib o'tgan eng arzon va samarali dori bu jismoniy tarbiya deb aytilgan. 2020-yildan boshlab Science Medicine global dasturi 40 davlatda amal qilmoqda. Bu shifokorlarga dori bilan birga harakat retseptini yozishni demak vazifa qilib qo'ymoqda. Chunki inson dori ichgani bilan jismoniy harakat qilmasa, u dori o'z foydasini bermaydi. Bu hozirgi kundagi meditsina ilmiy asoslar berdi. Avstraliyada ayrim shifoxonalarda jismoniy tarbiya bo'yicha ma'lum bir shifokor lavozimi ham mavjud. Ya'ni o'sha kasallik turiga qarab qaysi mashqlarni qilishni tavsiya etishadi. Jahon banki hisob-kitobiga ko'ra, hozirgi kunda harakat yetishmasligi dunyoda 500 milliard dollar zarar keltirmoqda ekan. Demak, jismoniy tarbiya tizimi kuchli davlatlarda, demak, u davlatlar soliq xarajatlariga kam mablag' sarf qilishar ekan, mehnat unumdorligiga ham yuqori ekan. Demak, umumiy ma'noda jismoniy tarbiya nazorat huquqiyati fani bu faqat dars emas, balki soliq, mehnat, iqtisod va millat kelajagi haqidagi fandir. Bugungi mavzumizga taalluqli ma'lumotlar qisqacha shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.